Men 1981-yil Buxoro shaharidan kelin bo'lib tushdim bu yerga. Maktabda ishladim, fizika fanidan dars berdim. To nafaqaga chiqqancha. 2003-yil nafaqaga chiqdim. Shu oralikda qancha o'quvchilarni tayyorlab chiqardik. Men o'qitgan o'quvchilarim hozir hammasi oliy ma'lumotli. Banchalarga, vrachimiz ham, mana sesib boshlig'i ham, roddomdagilar ham, hamma yerda o'quvchilarim bor. Men o'qituvchiligimdan faxrlanaman, o'qituvchi bo'lganligimdan. Bu oralikda nafaqaga chiqqanimdan keyin mahallada xotin-qizlar ishlari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishga o'tdim. Bu yerda ham 15 yil ishladim pensiyaga chiqib. Bu yerda ham qancha oilalarni yarashtirib, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirib, yaxshi iloji boricha tushuntirib, hayotda shunaqa ishlarni qilib, kasallarning holidan xabar olib, paxtani og'ir vaqtlarda ham boshdan oxirigacha paxtaga qatnashardik. Uyda o'tirgan ayollarni paxtaga chiqarib, paxta terdirib, birga o'shalar bilan birgalikda kechgacha yurib, qancha juda ham ko'p mehnatlar qilardik. Men qishloqqa tushganligimdan hech afsuslanmayman. Buxoro shahardan qishloqqa tushdim, hech afsuslanmayman. Qishloq burungi avvalgi chang qishloqlar emas, hozir ancha o'zgarish bo'ldi. Ichimlik suvlari o'tdi, hamma yerlar asfalt bo'ldi. Men mana shu ko'chani Charos ko'chasida ko'cha boshi bo'lib ishlayman. Ko'chamizda iloji boricha obod qilishga harakat qilaman. Bahor oyida hammasiga gul tuxum tarqatib chiqaman, har bir xonadonga. Tashqariga gul eking, hamma bahorda kelsangiz hamma yer gulzor bo'ladi. Yaqinda 2025-yilda 22-avgustda mustaqillikdan burunroq ibratli ayol medalini oldim. Undan burun ham 2-3 medal oldim mustaqillikda. Ish qilib mahallada obro'yim ham yaxshi, men ham ularni yaxshi ko'raman, ular ham hammasi meni yaxshi ko'radi. Mahallani eng nanasi deyman. Buxoroliklar nana deb onani aytadi-da. Shu mahallaning nanasiman.